Assalomu alaykum, hurmatli asalarichilar. Mana bugun 2026-yil 13-yanvar sanasi. Mana bugun havo juda ham yaxshi isidi. Havo hozirgi soat 12:30 atrofida 11-12 gradus atrofida isiyapti. Havo ochiq, mana arlarimiz bugungi havoni isiganiga juda ham yaxshi uchishyapti. Endi hozirgi kunda sovuq bo'lib turgani ham yaxshi edi bir tarafdan. Kun bunaqa isib ketsa, ko'proq tuxumga kirib boradi arlar. Orada yana qor yog'ib, sovuq bo'lib ketsa, arlar urug'ni boqish, uni isitish uchun ko'proq kuch sarflaydi. Arlar ozgina qiynalishi mumkin. O'zi ma'quli bizga shu yanvar oxirigacha sovuq bo'lib turgani yaxshi edi. Fevralga o'tib, sekin tuxumga kirsa, u yog'i gulchangacha yetib olardi. Endi tabiat shunaqa. Endi buni oldindan bir narsa deb bo'lmaydi tabiatga. Mana arlarimiz rosa oblyot qilishyapti. Hammasi ham juda ham. Endi bugun havo juda yaxshi bo'lganiga bir video olgim kelib qoldi. 2-3 ta oilalarni tekshirib ko'rmoqchiman. Arlar tuxumga kirdimi, yo'qmi? Shuni bilish kerak. O'shanga qarata ovqat qanaqa, o'shanisidan xabar olish kerak. Mana shu oilani ochib ko'rmoqchiman. Mana arlar holati. Arlarda ovqat yetarli. Hozir ichini ham ochib ko'rishga harakat qilaman. Mana bu oilada mana eng markazdagi, mana o'rtadagi to'sqichdan keyin ikkinchi ramkani ochib ko'rdim. Mana matka ham shu joyda yuribdi ekan. Arlar tuxumga kiribdi. Mana mana tuxumlari ko'rinayotgan bo'lsa, arlar tuxum qo'yishni boshlabdi. Mana endi bu oilamizni ham ochib ko'rmoqchiman. Bitta oilada mana tuxum bor ekan. Endi bunisini ham ko'raman. Mana bu oilamizni ham ochib ko'rdim. Mana matka mana 3-ramkada yuribdi ekan. Mana hali tuxumga kirgani yo'q ekan bu oila. Mana matka ham hali unaqa kattarib ketgani yo'q. Bu oilamizda hali tuxum yo'q. Mana navbatdagi 3-oila mana buni ham hozir ichini ochib tuxumga kirdimi yo'qmi ko'raman. Mana bu oilamiz ham hali tuxumga kirmabdi, lekin mana matkasi, onasi tuxum qo'yishga harakat qilib yuribdi, lekin tuxum qo'yib yuborishi mumkin yaqin kunlarda ichida. Mana bunisi endi 4-oila, endi sal bunisi kuchsizroq oldingi oilalarga nisbatan. Buni ham bir ko'rsam shu bilan yetarli. Mana bu oilamizni ham matkasini topdim. Bu oila ham hali tuxumga kirmabdi. Yaxshi, hozircha tuxum qo'ymay turgani ham ma'qul. Mana hurmatli asalarichilar, 4 ta oilani tekshirib ko'rdim. 4 ta oiladan bittasi tuxumga kiribdi endi. Endi xulosa qilib shuni aytish mumkinki, endi bitta-ikkita kuchli oilalar tuxum qo'yishni boshlabdi. Ko'pida hali tuxum yo'q ekan. Endi bu oilalarni sal sovuqroq ushlab turish ham maqsadga muvofiq bo'ladi. Hozir tuxum qo'yilmagani yaxshi. Fevral yarimlariga o'tib boshlasa yana ham yaxshi. O'shanda fevral yarimidan shu Namangan Norin hududida gulchan kelishni boshlaydi. O'sha vaqtda tuxum qo'ysa arlar qiynalmaydi. Kunlar ancha isib qoladi. Bir xilda isishni boshlaydi kunlar. O'shanda arlar uchun yaxshi bo'ladi. Arlarimiz holati mana juda hammasi oblyot qilib, birali qanotlarini yozib, sovuqlarda uydan chiqmasdan diqqat bo'lib o'tirgan arlar maza qilishyapti. Mana idishlarga mana toshchalarni terib suv quyib qo'ygandim. Mana arlar suv ichyapti. Bundan tashqari, mana o'tgan safargi videoda ko'rsatganimdek, nukleuslarimni ham ancha tayyorlab qo'ydim, bitib qoldi. Mana bularni 3 ga bo'lib,
mana dimoxodlarni qilib, mana har bitta bo'lagiga alohida dimoxodi bor. Mana bular olinadi. Bunda 3 ta nukleus bo'ladi. 3 ta matga o'rchitish mumkin bir vaqtda o'zida. Keyin masalan bir marta o'rchitganda 3 ta o'rchigandan keyingisida masalan bittasini zapasga qo'yib turib, qolgan ikkitasi ishlatilsa, mana to'siqchilarni olib tashlansa, bu ikkalasidagi arlarni ham birlashtirib bitta kattaroq oila qilish mumkin. Shunda bir 2 ramka, katta ramkada ari ketishi mumkin-da. 2 ramka, 3 ramka atrofida ari siqish mumkin bunga. Uzoqroq vaqt saqlash mumkin shunda. Matkani bemalol kichkina yashik bo'lsa ham ko'proq ramkalar bilan uzoq vaqt turishi mumkin. Bu yashikchalarimizni o'zim yasadim. Yashikcha ustalardan pulga sotib olib o'tirmadim. Endi ozgina vaqtim ketdi-yu, lekin mayda ish bo'lsa ham, lekin menga arzon tushdi. Masalan, bitta nukleus 4 xonalini 250 ming, 300 ming atrofida sotib olgandan ko'ra, bu yashik menga tayyor bo'lishi 50 ming so'mdan to'g'ri kelyapti. 50 ming so'm. Reka ketadi. Bunaqa 3,5 ga 2 lik rekadan 6 metr atrofida ketdi. Bunaqa fanera ketdi, DVP. Bundan bitta fanera butuni 70 ming bo'lsa, undan 6 ta shunaqa nukleusga chiqadi. O'shanda 70 mingni 6 ga bo'lamiz. Bundan tashqari rekani metri 4 mingdan 20 ming so'mmi bo'ldi rekasi bilan fanera. Bunga ketgan mix, shurplari, yana bunga kraskasi, tomiga Penapleksdan bo'ladi, 2 lik Penapleks. O'shalar bilan jami hisoblaganimda shu juda bo'lsa 50 mingga borib taqalar ekan. Hammaga maslahat beraman, o'zi bemalol yasab olsa bo'ladi buni. Endi ozgina mayda ish, lekin yasasa bo'ladi. Bu juda kerakli narsa. Hamma arichida kamida bir 5 ta, 6 ta, 10 ta bo'lsa, matkadan muammo bo'lmaydi. E'tiborlaring uchun rahmat. Kanalga like bosib, obuna bo'lib qo'yishlaringni so'rayman. Kanal rivoji uchun hammalaringga rahmat.